يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bugungi sana 2025-yil fevral oyini 22-shanba kuni sizlar bilan bugun yangi bir aqida mavzusida darsimizni boshlaymiz. Mana bu boshlamoqchi bo'lgan kitobimiz keng qamrovli bo'lgan kitoblardan. Endi mana shu kitobni ixtiyor qilib dars qilib boshlayapmiz, chunki hozir aytganimizdek bu kitob o'ziga xos keng qamrovli bo'lgan kitoblardan va hamda mana bu kitob alohida xossatan hozir boshlamoqchi bo'lgan kitobimiz Al-Aqidatu fillah, Alloh haqidagi aqida, ya'ni Alloh haqidagi insonning e'tiqodi qanday bo'lishi kerak deydigan savolga keng qamrovli atroflicha javob bergan. Biz mana shu kitobdan mana foydalanib inshaalloh darsimizni olib boramiz. Alloh taolo o'zi mana shu boshlaydigan darsimizni davomli va hamda manfaatli qilsin. Xo'p, endi nimaga aynan mana shu kitobdan dars qilamiz? Birinchi navbatda bu kitobdan dars qilishimizga turtki nima? Ya'ni mana shu kitobdan xossatan dars qilishimizni birinchi sabablaridan mana bu kitob hozir aytganimizdek keng qamrovli bo'lgan kitoblardan. Mana bu kitobda Alloh taolo haqida gapiradi va Alloh haqida gapirish bilan birgalikda keng qamrovlicha gapirgan. Bu birinchi holat. Va ikkinchi navbatda biz ba'zi ustozlarimizdan mana shu kitobda maqtalganligini va mana shu kitobni o'qishlikka tavsiya berganligini alohida eshitganmiz. Masalan, arab ustozlarimiz bo'lsin, Shayx Mustafa Badri yoki bo'lmasa boshqa ba'zi Abdulloh Nasafiy degan ustozlarimiz bor edi. Shu kishilar ya'ni tavsiya bergan. Va hamda mana bu kitobda yana bitta alohida imtiyozlardan bittasi, go'yoki bu kitob bitta bir mavzuga o'xshaydi. Ya'ni keng bir qamrovlicha gapirilgan bir mavzuga o'xshaydi. Xullas, endi buni hali nima deb aytiladi? Masalan, buni 1000 marta eshitgandan ko'ra bir marta ko'rgan yaxshi deyiladi-ku. 1000 marta ko'p marotaba eshitganingizdan ko'ra bir marta ko'rgan yaxshi. Haqiqatda ham ya'ni gapirib, aytib maqtash kerak yo'q, balki o'qish kerak. Lekin asosiy bu kitobdagi eng muhim bo'lgan nuqta nima deyilsa, ya'ni keng qamrovli va juda ham kerakli bo'lgan ma'lumotlarni berganligi. Shuning uchun ham biz bu kitobni dars qilib boshlaymiz va mana shu kitobdan talab ilmlar ularga ya'ni yonboshdan foyda olish uchun o'qisa bo'ladi. Bo'lmasa o'z aslida bu kitob bir manhajda yo'q bo'lgan kitoblardan, ya'ni biz manhajiga qo'yib masalan talab ilmlar bilan alohida o'qiydigan kitobimiz emas bu, balki bundan ya'ni omma xalq uchun, ko'p birodarlar uchun foydalaniladigan kitob. Lekin bu degani talab ilmlar bundan xoli degani emas. Albatta talab ilmlar yonboshga qo'shimcha qilib o'qiydigan kitoblardan bu. Xo'p, undan keyin mana bu kitobni yozgan kishi o'zi kim? Mana shu haqida bir qator ma'lumot bersak, keyin darsimizni boshlab ketaveramiz. Ya'ni hozir qo'limizda turgan Al-Aqidatu fillah deb nomlangan kitobni yozgan kishi Umar ibn Sulaymon ibn Abdulloh al-Ashqor. Ya'ni Umar Sulaymon Ashqor deb aytsa ham bo'ladi. Umar Sulaymon Ashqor. Bu kishini bir akalari bor. U 1930-yilda tug'ilgan. Xullas, uni ismi Muhammad Sulaymon Ashqor. Biz u kishini usul fiqh kitobidan dars qilganmiz. Bir necha marotaba qilganmiz. Alhamdulillah hozirgacha qilib kelyapmiz. Al-Wadih fi usul fiqh. Usul fiqhdagi vozih kitobi. Usul fiqhdagi vozih kitobi. Juda mashhur. Biz ustozlarimiz ham mana shu kitobni o'qitgan o'zi bizga. Bir nechta ustozni o'qiganmiz. Masalan, mana shu ustozimiz Sodiq aka bo'lsin yoki boshqa ustozlarda kitobni o'qiganmiz. Al-Wadih fi usul fiqh kitobini. Endi aytmoqchi bo'lganim, u kitobni yozgan kishi boshqa, ya'ni bu hozirgi biz dars qilmoqchi bo'lgan kitobimizni akalari hisoblanadi. Bu kitob bo'lsa, uni ukasi hisoblanadi, ya'ni. Tushunarli-ya? Umar Sulaymon Ashqor, u Muhammad Sulaymon Ashqor. Demak, biz hozir Umar Sulaymon Ashqorning kitobini dars qilamiz aka. Demak, Umar Sulaymon Ashqor. Bu kishi milodiy bo'yicha 1940-sanada tug'ilgan. 2022-sanada vafot etgan. Demak, 1940-yilda tug'ilib 2012-yilda vafot etgan. 72 yil umr ko'rgan kishilardan. Va bu kishini xullas ilmiy saviyalari boshqalarini men aytishimga kerak yo'q, chunki o'zi mashhur ahli sunna ulamolaridan, xosatan bu kishi Urdun
da juda katta, ya'ni mana shunaqa ilmiy xizmatlarni ko'rsatgan olimlardan hisoblanadi. Endi bu kishini bir qancha kitobi bor, xosatan silsilaviy uslubda yozgan kitob. Masalan, silsilaviy uslubda yozgan kitoblardan birinchisi mana shu Al-Aqidatu fillah kitobi bor. Ya'ni 8 ta kitob bor. Hozir birinchisi mana shu Al-Aqidatu fillah kitobi bor. Ikkinchisi farishtalarni, ya'ni Alamul malaikatil abror, farishtalarning olami degan kitob bor. Uchinchi Alamul jin va shayotin, jin va shaytonlarning olami degan kitob bor. To'rtinchi payg'ambarlar va risolat degan kitob bor. Beshinchisi jannat va jahannam kitobi bor. Oltinchisi qazoyi qadar haqida kitob yozgan. Yettinchisida Al-Qiyamatu Sug'ro, kichkina qiyomat, ya'ni shu kichkina qiyomatda alomatlarini gapirib chiqqan shunaqa kitoblari bor va 8-inchisi Al-Qiyamatul Kubro, ya'ni katta bir qiyomat deb turib aytgan, ya'ni qiyomatning katta alomatlari sanab chiqilgan kitoblari bor. Mana shu kitoblarni inshaalloh dars qilishga kirishdik. O'zi biz hozir mana boshlamoqchi bo'lgan kitobimiz 328 sahifali. 11-sahifasidan boshlab ketamiz inshaalloh. Endi mana bu kitob hozir aytganimdek bir o'zi katta bir kitob. O'zi bir katta bitta mavzu bu. Endi biz mana shuni mana birma-bir silsilaviy kitoblarni qo'ldan kelgancha aytib dars qilib ketaveramiz va bu kitoblarni dars qilishda men imkon qadar i'robini o'qimaslikka harakat qilaman va shunday aytib ketaveramiz, ya'ni. Tushunali-a? Xo'p, qarang, bo'lmasa boshladik. Xo'p, bismillahirrohmanirrohim. Al-faslul awwal al-aqidatu ta'rifun va bayanul mabhasil awwal al-aqidatu lughatan va istilaha. Xo'p, birinchi navbatda qarang, bu yerda aqidani ta'rifi va bayoni deb aytayapti. Ya'ni al-aqidatu ta'rifun va bayan. Ya'ni aqidani ta'rif va bayonini tushuntirib beradi. Aqida o'zi nima? Undan tashqari birinchi bahs, ya'ni bu yerda aqida lug'atda va istilohdagi ma'nolari, mana shularni o'tib birma-bir ichiga kirib ketaveramiz. Tushunali-a? Hozir ichiga kiramiz. Ichiga qancha ko'p kirganimiz sari shunchalik bir ajoyib uslubda yozilganligini talab ilmlar ham his qilib boradi, ya'ni. Xo'p, endi mana aytayaptilarki, insonlarning tilida aqida degan kalima ko'p aylanadi. Insonlarning tilida, ya'ni haqiqatda biz aqida deb gaplashaveramiz-ku hamma bilan. Aqida bilish kerak, aqida bilmagan shaytoni eldir, 1000 yil toat qilsa-da yeldir deb, ya'ni masalan Sofi Alloh yordi shunaqa so'zlari bor, baytlari. Sabotul Ojizin kitobida keltiradi. Endi haqiqatda ham mana aqida degan gap insonlarning tilida va ularni, ya'ni o'zaro bir-birlari bilan hivorlarida va ko'p bir-birlari bilan, ya'ni bir-birlari bilan gaplashishlikda ko'p takrorlanadigan bir kalima. Biz ularni doim aytayotganligini eshitamiz. Ya'ni ularni ko'ramiz. Men falon narsani e'tiqod qilaman deydi. Falonchining aqidasi yaxshi deydi. Masalan, shunaqa gaplarni gapirib ketaveradi-da. Islomiy aqida u kuchli bir sabab. Qanaqa kuchli sabab deyilsa, islomiy aqida shunday bir kuchli sababki, buyuk islomni g'alabasiga olib boradigan har bir zamonu har bir makonda buyuk islomiy g'alabalarga olib boradigan eng kuchli sabab. Va biz bilan yahudiylarning o'rtasida jang o'zi aslida aqidaviy jangdir. Har qanday kofirlarni olib qarang, biz bilan kofirlarning o'rtasidagi jang bu aqidaviy jang. Biz bilan boshqalarni toifalarning o'rtasidagi jang bu aqidaviy jang. Eng katta masalan nuqta mana shu. Xo'p, endi famada yuridun nas min kalimati aqida. Insonlar aqida degan kalimadan o'zi nimani qasd qilib aytadi? Masalan, aqida bilish kerak deb aytiladi. Nima o'zi shu aqida? Mana bu aqida degan so'z o'zi lug'atda nima ma'nosi bor va shariatdagi uni mafhumi nima? Mana shu haqida ishora qilamiz. Qarang, aqida deganda aqoid deb aytiladi. Nafslar, insonlar uni tasdiqlaydigan, qalb unga xotirjam bo'ladigan va o'z egalarida, masalan shu aqida shinoslarda yaqiniy bo'lgan narsa bo'ladi. 100% ishonch bo'ladi-da. Aqida degani shu. 100% ishonch bo'ladi. Shubha, shak aralashmaydi unga. Aqida shunaqa narsa, hech qanday shak, shubha aralashmaydigan narsa bo'ladi. Masalan, aqdul habl deb aytiladi. Aqdul habl yoki aqodal habla deb keladi. Ya'ni bir-birini bog'lab qo'yish. Ba'zisini ba'zisiga bog'lab qo'yadi. Uni yechishni teskarisida. Ya'ni aqdul habl deyilsa, uni yechishni teskarisi nima bo'lib qoladi? Ya'ni arqonni bog'lash va
bo'shatishdi, ya'ni arqonni bog'lash deganda, masalan aqodal habla desa arqonni bog'ladi degani, ya'ni tushundingiz-a? Xo'p, endi aqoda degan kalima o'zi asli lug'atda bir narsani lozim tutish, ta'kidlik, ishonch hosil qilish degan ma'nolarda. Qur'onda bo'lsa, mana Qur'onda keladi, ya'ni shu aqida ma'nosida aytilganda, la yu'akhidhukumullohu fil lagwi fi aymanikum, bil lagwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman. Alloh taolo sizlarni qasaminglardagi lag'u bilan jazolamaydi, lekin sizlar qasamni mahkam bog'lagan narsalarda jazolaydi. Mana shu joyda aqoda kalimasi ekan. Bima aqadtumul ayman. Mana aqoda, aqida degan kalimadan olinganda, ya'ni mana shu joyda aqoda kalimasi, demak bu bir narsani mahkam qilib bog'lash, bir narsani mahkam qilish degan ma'noda. Aqida degani shuda. Demak, insonda aqidasi u bir mahkam e'tiqod qilishi. E'tiqod qilamiz-ku, masalan aytaylikki, o't, mana yonib turgan o't insonni kuydiradi. Masalan, o'zingiz ustingizdan suv qo'ysangiz, ho'l bo'lasiz. Shuning uchun haliga bizda o'xshatma gaplar bor-ku, bu suvdan quruq chiqadi deydi. Masalan, bitta haliga yomonroq, shunaqa bir sho'x, haliga bir xitr bir odamni shunaqa deyiladi-ku, bu suvdan ham quruq chiqadigan odam bu deyiladi. O'zi odatda suv odamni ho'l qiladi. Demak, bu insonning ishonchida bu. Mana shuni aqida deyiladi, qarang. Endi bu yerda hozir oyatda valaki yuaxidukum bima aqadtumul ayman. Mana qasamlarni bog'lash deb aytilganda, qasamni bog'laydigan narsalarda Alloh sizlarni jazolaydi. Demak, qasamni bog'lash u nima bilan bo'ladi desa, qalbni maqsadi va azmi qarori bilan bo'ladi. Lekin maqsadsiz, qasdsiz tilda joriy bo'lgan yamin, ya'ni shu qasam, lag'u qasamni xilofida. Tushundingiz-a? Xo'p, endi uqud deb aytiladi, awsaqul, ya'ni awsaqul uhud, ya'ni uqud degani bu ahd degani. Ahd. Birovga ahd berish bor-ku, ana shuni aytiladi. Alloh taoloning so'zi: "Ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud." Aqdlarga vafo qilinglar deyiladi-ku. Shu ahdda, ya'ni kelishuv. Va'da emas bu. Ahd bilan va'dani o'rtasida farq bor. Va'da, masalan, bir odamga va'da qilasiz. Masalan, aytaylikki, ertaga soat 10 da ko'rishamiz deysiz. Bu sizning va'dangiz bo'ladi. Lekin ahd unaqa emas. Masalan, qo'shningiz bilan ahd qilishingiz mumkin. Masalan, qo'shningiz sizga aziyat berayotgan bo'lsa, "Ke, ahdlashaylik. Menga aziyat bermaysan, men senga aziyat bermayman" deb turib ahdlashasiz. Mana shu narsani uqud deyiladi. Ahd deyiladi. Tushunarli-a? Arablar aytadi mana. "I'taqid shay" yoki "i'taqada shay'a" deb aytiladi. Arablarda shunaqa narsa bor. Ya'ni bir narsani e'tiqod qildi desa, va i'taqada shay'u deb foil qilib aytamiz. Ya'ni mahkam bo'ldi, qattiq bo'ldi deganida. I'taqada shay'u desa mahkam bo'ldi degani. Endi aqida islomda shariatni qarshisida turadi. Aqida islomda shariatni muqobilida turadi. Chunki islom aqida va shariat, ya'ni islom aqida va shariatdan tashkil topadi. Ya'ni aqida bor, shariat bor. Ya'ni bu degani hozir aqida boshqa narsa, shariat boshqa narsa. Shariat sizning amalingiz, aqida bo'lsa e'tiqodingiz. Tushunarli-a? Demak, shariat islom, shariat deganda islom dini olib kelgan ibodatlardagi va muomalalardagi islom dini olib kelgan amaliy taklifotlar. Mana shu narsa nima deyiladi? Buni aqida deyiladi. Xo'p, endi biz ikkinchi bahsga o'tamiz. Hozir birinchi mana bahsni o'tdik. Birinchi bahsda aqidaning lug'atdagi ma'nosini aytib o'tdik. Tushunarli-a? Aqidaning lug'atdagi ma'nosi, ta'rifi va istilohdagi ma'nosini aytib o'tdik. Demak, aqida asosiy bu nimada bo'lar ekan? Qalbda bo'lar ekan. Bu e'tiqod ekan bu. Mana shu eng muhim bo'lgan nuqtasi mana shu. Xo'p, endi aytib ketaveramiz mana. Qara, ikkinchi bahsda aqida u ilmiy, qalbiy bo'lgan narsa. Ham ilmiy, ham qalbiy, ya'ni qalbda bo'ladi, ham bu ilm. Demak, aqida u amaliy bo'lgan ishlar emas. Aqida amal emas u. Tushundingizmi? Ya'ni bu degani a'zoingiz bilan qiladigan amal emas. Balki musulmon kishiga o'zini qalbida e'tiqod qilishi vojib bo'lgan ilmiy ishlar. Chunki Alloh subhanahu va taolo shu aqidani o'zini kitobini yo'li bilan yoki bo'lmasa rasuliga bo'lgan vahiy yo'li bilan xabar berib qo'ygan. Mana narsa aqida deganda, hozir shuni aytamiz, ya'ni Alloh taolo e'tiqod qilishlikka buyurgan aqidani asllari u Alloh taoloning so'zida zikr qilingan. Qaysi so'zda? Mana Baqara surasining 285-oyatini qarang. Amanar rasulu bima unzila ilayhi min robbihi val mu'minun. Payg'ambar o'ziga Robbisi tarafidan nozil qilingan narsaga iymon keltirdi va mu'minlar ham iymon keltirdi.
Kullun mana barchalari Allohga, farishtalarga, kitoblarga, payg'ambarlarga iymon keltirdi. Demak, hamma, ya'ni payg'ambarlar ham, mo'minlar ham. Alloh, farishtalar, kitoblar, payg'ambarlar. Har bittasi alohida bitta mavzu bular. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Allohni payg'ambarlardan birontasini o'rtasini ajratmaymiz. Demak, aqidada ajratilmaydi, hammasi iymon keltiriladi. Ajratgan odam kofir bo'ladi. Va qalu sami'na va ata'na. Ular biz eshitdik va itoat qildik deb turib aytishdi. Mana nimalar? Mo'minlar shunday dedi. G'ufronak robbana va ilaykal masir. Ey Robbimiz, bizni gunohimizni kechir. Qaytib borish baribir o'zinggadir. Demak, mo'minlar ham e'tiqodi shu, ham Allohdan kechirim so'raydi ular. Va hamda payg'ambar sollallohu alayhi va sallam Jibrilning mashhur hadisida shu aqidani o'zini quyidagi so'zi bilan belgilab aytib berdi. Nima deb turib aytdi, qarang. Iymon deganda mana shu aqidada, ya'ni Allohga, farishtalarga, Allohning kitobiga va Alloh bilan ko'rishlikka va payg'ambarlarga iymon keltirishing. Va hamda oxirat, ya'ni oxirgi qaytadan tirilishga ham iymon keltirishing. Va tu'mina bil ba'thil akhir degan. Oxirgi qaytadan tirilishga ham iymon keltirsa, mana shu aqida. Demak, aqida islom dinida u Alloh taolo va rasuli tarafidan xabarda sahih bo'lib kelgan ilmiy masalalar. Demak, aqida deganda islom dinida Alloh va rasuli tarafidan xabarda sahih bo'lib kelgan ilmiy masalalar. Tushundingizmi? Mana aqida deganda nima tushunamiz ekan? Ilmiy masala bu. U qalbingizda bo'lar ekan u. Alloh va rasulidan sahih bo'lib kelar ekan u. Zaif emas, sahih bo'lib kelar ekan. Xo'p, yana musulmonning qalbi Allohga ishonib, rasuliga ishonib turib, musulmon kishining qalbi e'tiqod qilishi vojib bo'lgan narsani shu aqida deb turib aytiladi. Bu tushundik. Bu ikkinchi bahs bo'ldi. Hozir aqidani bizga istilohdagi ma'nosini tushuntirib berdi. Endi uchinchi bahsga kirishamiz. Uchinchi bahs. Aqida u shakni qabul qilmaydigan 100% ishonch bo'ladi. Aqida shunaqa narsada, masalan, birov sizga boshqa narsani gapirib tursa ham ishonmaysiz, balki mustahkam ishonch bo'ladi. Masalan, bir odam sizga aytsa, shu tomga chiq. Masalan, baland tom, bitta minora. Ana shuni ustiga chiq. Ana shu joydan yerga kalla tasha. Sen yerga kalla tashasang, u boshqacha bir hayotga tushib qolasan. Ishonaver deb turib sizga aytsa. Sizda masalan 100% ishonch bo'ladiki, hozir men chiqib pastga tashlasam, o'laman-ku degan ishonch bo'ladi. Mana shu ishonch insondan ajramaydigan ishonchda. Ya'ni aqida shu darajadagi narsa. Insondan ajramaydigan ishonch bo'ladi. Shuning uchun ham bizda birovni masalan aytganini qilaveradigan bo'lsa, masalan bir odam ikkinchi odamda aytganini qilaveradigan bo'lsa, uni masxara uslubida unga aytiladi-ku. Sen bu odam tomdan tasha desa, tomni ham tashaverasanmi? Kalling bormi? Kalling joyidami seni? deb turib haligi uni so'kish, haqorat qilish uslubida aytiladi-ku. Tomdan tasha desa ham tashaverasanmi tomdan deb. Demak, aqida degan narsa shunaqa. Hozir 3-bahsda shuni gaplashamiz mana. Demak, aqida u hech qanday shakni qabul qilmaydi. Balki mustahkam narsa bo'ladi. Demak, mana shunday asllar, ya'ni hozir shu e'tiqod asllari, Allohga iymon keltirish, farishtalarga, kitoblarga, oxirat kuniga, qadarning yaxshi yomoniga. Demak, mana bu asllar aqida bo'lib qoldi. Demak, shu darajada aqida bo'lib qoldiki, uni shak shubha yo'q bo'lgan, qat'iyan tasdiqlashlik kerak bo'lgan, 100% ishonch hosil qilish kerak bo'lgan aqida bo'lib qoldi. Agar mabodo mana shu aqidada shak bo'lsa yoki shubha bo'lib qoladigan bo'lsa, shak, gumon shunaqa narsa bo'lib qolsa, bu aqida emas, u gumon bo'lib qoladi. Insondagi aqida u mustahkam bo'lishlik kerak. Unday holatda, ya'ni u gumon bo'lib qolsa, u aqida bo'lmaydi. Mana Mu'jamul Vasit kitobini sohibi aytadi. Aqida degani e'tiqod qiluvchi odamda shakni qabul qilmaydigan, e'tiqod qiluvchi odamga shak kirmaydigan bir hukm. Aqida demak bir hukm ekan u. Shu darajada hukmki, shak kirmaydi uni. Uni kallasiga shak kirmaydi. Shu e'tiqodni shu darajada mustahkam. Masalan, bir odamga o't yonib turgan bo'lsa, sen mana shu o'tga kirgin, tirik qolasan deb turib aytsangiz, ishonmaydi u odam. Kim bo'lishidan qat'iy nazar. Tushunalimi? Ya'ni mana shu aqida shu darajadagi insonda ishonch bu. Bunga dalil Alloh taolaning so'zi. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi va rasulihi thumma lam yartabu.
Allohga va rasuliga iymon keltirgan, keyin shubhaga tushmagan mo'minlar deb aytilganda, qarang, demak, mo'minlar ular shunday bir odamlarki, Alloh va rasuliga iymon keltiradi va shubhaga tushmaydi ular. Hech qanday shak shubha yo'q. Alloh va rasuliga iymon keltiradi. Demak, mana shu o'zi mustahkam iymon. Mana yuqorida misol qilib aytganimizdek-da, masalan, bir odam ikkinchi odamda aytganini qilaveradigan bo'lsa, u odamga nima deyiladi? Tomdan tasha desa, tashlayverasanmi deydi-ku. Demak, bu degani, ya'ni tomdan tasha desa hech kim tashamaydi tomdan. Demak, aqida shu darajadagi narsaki, insonga mustahkam ich-ichiga kirib ketadi, ya'ni. Yana oyatda keladi, qarang. Alif lam mim zalikal kitabu la royba fi. Mana bu kitob, unda hech qanday shak shubha yo'q deyildi. Hech qanday shubha yo'q-da. Demak, aqida shubha yo'q bo'lish kerak. Qur'onda shubha yo'qmi? Demak, aqidada ham shubha yo'q bo'lish kerak. Va hamda oyatda Robbana innaka jami'un nas liyawmin la royba fi. Ey Robbimiz, sen insonlarni shubhasi yo'q bo'lgan kunga jamlaysan deb turib aytildi. Shubhasi yo'q bo'lgan. Demak, qiyomat kunining shubhasi yo'qmi? Demak, mana shu qiyomat kunining shubhasi yo'q bo'lsa, shu darajada iymon keltirish kerak. Shu iymonimizga hech qanday shubha aralashmasligi kerak-da. Qarang, mana shunda mana aqida bo'ladi, o'zini samarasini beradi. Va Alloh taolo mushriklarni shubhaga tushgan, shubhada bo'lib turgan mushriklarni qoraladi. Wartabat qulubuhum fahum fi raybihim yataraddadun. Ularning qalblari shubhaga tushib qoldi. Ular o'zlarini shubhasida yataraddadun, tentirab, ikkilanib yuraveradi degan. Ikkilanib yuraveradi. Masalan, kim to'g'ri bilmayapmiz deydi-yu hozir kundagi odamlar ham. Masalan, bitdan chiqib una deysan, yana bu yoqda bitdan chiqib boshqacha gapni gapirasan. O'zi kiming haq? Men bilmay qoldim deb turib, masalan, nechta odamda shu gapirayotganligini eshitasiz. Yoki bo'lmasa bir dars chiqarasiz, uni YouTube'ga qo'yib qo'yishadi, kommentariyasida shunaqa qilib yozib qo'yadi. O'zi kiming haq? Men bilmay qoldim deb turib aytadi. Ha, sen bilmay qolgan bo'lsang, demak, sendagi narsa u aqida emas. Sendagi narsa o'zi shak. Inson aqidani o'rganish kerak, o'qiydi, eshitadi. Mana shu narsa bilan harakat qiladi. Demak, aqida bu shunaqa narsaki, shakni qabul qilmaydi u. Aqida u qat'iy e'tiqod, 100% ishonch hosil qilish. Oddiy qilib aytsak shu. Siz bir narsada aniq 100% ishonch hosil qilasiz. Mana shu narsani aqida deb turib aytiladi, ya'ni. Bo'lmasa u aqida bo'lmay qoladi. Tushundingiz-a? Endi 4-bahsda aytamiz. Qarang, e'tiqodlar ular g'oybun g'oyru manzur, ya'ni g'aybiy narsa. Insondagi e'tiqodlar bor-ku, shu e'tiqod u g'aybiy narsa. Hech qanday unga nazar solib, bir tafakkur qilib, bir o'ylab ko'raychi deyilmaydi. U e'tiqod g'aybiy narsa, ko'rib bo'linmaydi, ya'ni. E'tiqod masalalarimiz shunaqa. Shu ham alohida bitta nuqtada. Qarang, bir kun mana bittasi aytib beradi. Bir kun bir masjidga da'vat qilish uchun kiribdi. O'zimizda shu bo'layotgan voqealar, masjidga kirgan, da'vat qilgan. Odamlarga bir haqni tushuntirgan. Keyin u yerda bir hizbiy odam bor ekan. Hizbiy odam savol bergan. Biz degan ko'rgan narsamizga ishonamizmi yoki ko'rmasa ham, ya'ni bu yerda sal boshqacharoq uslubda aytganda, masalan, guvohlik berish bor-ku, masalan, birovga guvohlik berish. Mana shu haqida gapirgan. Birovga guvohlik bersak, birovning foydasiga yoki ziyoniga guvohlik beramiz-da. Masalan, ali sud mahkamalarida guvohlik beriladi-yu. Masalan, palonchi haligi jinoiy javobgarlikka tortilayotgan odamni bir ayb ish qilgan bo'lsa, guvoh odam kelinadi-da, mana shu odam shu ishni qilganmi deyiladi. Ha, qilgan. Ha, bo'ldi, shu qilgan degan so'zi bilan qamab oladi. Lekin u odam ko'rgan narsasiga guvohlikka o'tadimi? Ha, ko'rgan narsasiga guvohlikka o'tadi. Ya'ni bir odam xuddi shunaqa qilib savol berganda bir domlaga. Siz degan masalan shu narsa bo'lish kerakmi? Ya'ni masalan biz ko'rgan, aniq bilgan narsamizga, ya'ni shunga guvohlikka o'tamizmi? Deganda ha, shunday degan. Endi Allohni ko'rmaganmiz-ku. Qanday qilib guvohlikka o'tamiz degan. Allohni ko'rmaganmiz, payg'ambarni ko'rmaganmiz yoki bu Qur'onning nozil bo'lganligini ko'rmaganmiz. Qanday endi guvohlikka o'tamiz? Ya'ni mana shuni haq deb qanday ayta olamiz degan. Mana shu savol, demak, to'g'ri savol, o'rinli savol. Lekin mana shunga mana nima deb javob beriladi? Javob bergan o'zi. Ya'ni buni javobi shuki, mana bu g'aybiy bo'lgan narsalar. Demak, Alloh u g'aybiy u. Siz bilan bizni ko'zimizga ko'rinmaydi. Payg'ambar g'aybiy, biz ko'rmaganmiz, ya'ni biz uchun g'aybiy. O sahobalar uchun g'aybiy bo'lmagan u. Demak, mana shu joyda
o'z-o'zidan biz g'aybga iymon keltiramiz. Shu bilan maqtalinamizda allazina yu'minuna bil g'oyb deb aytadi-ku Alloh taolo. Tushunali-ya? Xo'p, endi qani aytib ketaveramiz. Xo'p, e'tibor berilish kerakki, e'tiqod qilish vojib bo'lgan masalalar ular g'aybiy narsalar. Ko'z bilan ko'riladigan narsalar emas. Alloh taolo mo'minlarni maqtagan paytda shunday deb aytgan, mana mo'minlarni allazina yu'minuna bil g'oyb degan so'zi bilan ularni qasd qilganda shu g'aybiy narsani qasd qilib aytayapti-da Alloh taolo. Ya'ni ular g'aybga iymon keltiradi. Demak, aqidaga iymon keltiradi, shu aqida g'aybiy narsa. Mana Alloh g'ayb, xuddi shunaqa farishtalar g'aybiy narsa. Oxirat kuni, qiyomat kuni g'aybiy narsa bizning ko'zimizga ko'rinmaydi. Ammo kitoblar, payg'ambarlar bo'lsa, demak, o'z-o'zidan kitob, payg'ambar deyilganda biz bu hayolimizga keladi. Qur'on desa o'z-o'zidan bilamiz. Qur'onni ko'rib turibmiz. Bu biz uchun g'aybiy emas endi. To'g'ri, uni nozil bo'lishini ko'rmaganmiz. Qanday suratda payg'ambarga kelgan bilmaymiz. Demak, mana bu Qur'onni haq deb iymon keltiramiz. Demak, maqsad shuki, g'ayb narsalari Allohga nisbatan biz mana shu g'aybiy narsaga iymon keltiramiz. Ya'ni qana qilib Allohga nisbatlashlik bilan iymon keltiramiz-da hammasiga. Demak, Alloh xabar berib qo'ydi bizga, bo'ldi, biz shu narsalarga iymon keltiryapmizmi? Shu biz uchun g'aybiy bo'lib turib, mana shu holatda g'aybga iymon keltirgan bo'lamiz. Demak, hammasi Alloh taolo tarafidan keldi. Ya'ni payg'ambarlar Alloh taoloning huzuridan jo'natilgan. Va hamda kitoblar Alloh huzuridan tushgan. Mana bular g'aybiy narsa-da. Bo'ldi, shu narsaga iymon keltirishimiz bilan o'z-o'zidan biz g'aybga iymon keltirayotgan bo'lamiz. Tushunarli-ya? Keyin bu aqida sog'lom aqida bo'lgan holati bor, fasod aqida bo'lgan holati bor. Mana shu narsalar haqida hali so'zlarimiz davom etadi. Inshaalloh. Endi mana shu joyda to'xtasak bo'lar ekan, qolganini keyingi darsimizda davom etkazamiz. Vallohu a'lam.